O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi raisi Abdullayev Bahrom Ismoilovichni taklif etamiz guldiroz va davomli qarsaklar ostida. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli ota-onalar, qadrli ustozlar, hamkasblar, aziz talabalar. Mana bugun Renessans Universiteti katta shodiyona, katta bayram. Mana shu mustaqilligimizning 35 yilligi oldidan nishonlanayotgan bu katta tadbir. Birinchi tarafdan mana shunday bir chiroyli maktabgacha ta'lim muassasasi, ya'ni bolalar bog'chasining ochilishi. Bitta albatta biz az tanish bu yerdagi yo'lga qo'yilayotgan ta'lim tizimlari, qilinayotgan sharoitlar yosh bolalarga albatta hozirgi kunga, hozirgi yil O'zbekistonimizga, ya'ni hurmatli prezidentimiz xohlayotgan jarayonga javob beradigan universitet, javob beradigan bog'cha bo'lgan. O'zi universitetning nomi ham bejiz emas, Renessans universiteti bejiz qo'yilgan emas. Haqiqatda bu universitet o'zi ish faoliyati ham bu yerda ilm berish, ta'lim tarbiya berish, hammasi Renessans shu nomiga monand ravishda rivojlanyapti, monand ravishda shunday ishni yo'lga qo'yapti. Chunki men endi bu universitetda bir necha yil bo'ldi mana shu hamkorlikda ishlab turibmiz. Hamkorlik qanday tadbirlar bo'lsa, qanday yaxshi bir mana shunga o'xshagan anjumanlar bo'lganda biz doim ishtirok qilyapmiz. Chunki bu universitet bir tarafdan oliy ta'limni rivojlantirdi. Oliy ta'limda yoshlarga ilm berishda juda ham bir to'g'ri yo'ldan, juda ham bir dunyoning nufuzli oliy o'qituvchilari, nufuzli professor o'qituvchilarni mana shunga jalb qilyapti. Nufuzli universitetlar ta'lim tizimlarini bu yerga jalb qilyaptilar. Qolaversa mana ta'lim klasterini yaratib, bu klasterda mana hozirgi kunda bolalar bog'chasi yo'lga qo'yilgan. Endi birinchi navbatda mana shu yerda bejiz so'ramadik, maktabgacha ta'lim yo'nalishi bormi? Albatta maktabgacha ta'lim yo'nalishini yoshlari shunday talabalarimizga birinchi navbatda mana shu yer katta laboratoriya bo'ladi. Dual ta'lim yo'lga qo'yish mumkin. Kunni birinchi yarmida ta'lim oladilar, kunni ikkinchi yarmida bog'chada shunda ishlab, bir tarafdan o'zlarini tajribasini, o'zlarini bilimini, mahoratini oshirsa, ikkinchi tarafdan mana shu yerda ishlab qaysidir miqdorda ish haqqi olib, o'zlarining moddiy taraflarini ham ancha yo'lga qo'yib olish imkoniyati bo'ladi. Undan tashqari mana shu yerda ishlayotgan professor o'qituvchilar uchun, bu yerda o'qiyotgan talaba qizlarimiz uchun bu katta imkoniyat, katta sharoit. Mustaqil O'zbekistonimizda mana shunday yoshlarga ilmli, bilimli yurtimizni ertaga kungi ravnaqiga hissa qo'yadigan yoshlar albatta yetishib chiqadi bizdan. Shuning uchun men bu universitetni faoliyatiga muvaffaqiyat tilayman. Mana shu bog'chani ochishi. Men hozir universitet rahbariyati bilan gaplashib, suhbatlashib, bularning rejalarini bir o'zlari bizga aytib berib o'tiribdilar. Mana shu yerda endi maktabni ham tashkil qilish rejasini aytyaptilar. Bog'cha, maktab, oliy ta'lim muassasasi. Bu albatta juda ham katta bir yoshlar uchun imkoniyat bo'ladi. Xuddi shuningdek mana bu yerdagi bitkazuvchi bugun birinchi qaldirashlar. Renessans universitetining birinchi bitkazuvchilariga diplom topshiriladi. Endi shu narsani men o'ylab o'tiribman. Hozir bu yoshlarimiz eng baxtli yoshlar. Chunki Renessans universitetining birinchi qaldirashlari, birinchi bitkazuvchilari bu katta shunday universitetning birinchi bitkazuvchi bo'lish, bular albatta tarixda qoladilar. Chunki birinchi bitkazuvchilar. Hammangizga ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Bu bayram bilan hammani tabriklayman. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin. Yoshlarimizga sharoitlar bundan ham yaralasin. Xudoyim mana shu prezidentimiz istagan, kutgan orzularini mana shu universitetlar ro'yobga chiqarishda hissasini qo'shib bersin. Hammangizni tabriklayman bayram bilan.